Hey yo hammaga Minecraft ixlosmandlari. Sizlar bilan Lordcraft. Do'stlar, demak sizlar menimcha bilgan bo'lsanglar kerak. Biz bugun Warden tarixi haqida gaplashamiz. O'zi bu shoxli buqa kim va u qaysi versiyada Minecraftga qo'shilgan yoki uning o'z joni qancha bo'ladi? Bu narsalar haqida hamma narsani bo'lib bugun meni videomda bilib olasizlar. Do'stlar, men sizlarga hopta maslahat beraman. Bu videoni oxirigacha ko'ringlar. Sizlar shunda Warden haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lasizlar. Do'stlar, unda qani bo'lmasa biz boshladik. Do'stlar, Warden o'zi aslida bizga emas, ya'ni Minecraftga bu 19-versiyada, ya'ni 2022-yil qo'shilgan. Do'stlar, Warden o'zi bu juda ham kuchli mob hisoblanadi. Shaxsan men uchun u Minecraftdagi eng kuchli mob deb ayta olaman. Ko'pchilik Ender Dragon deydi, lekin Ender Dragonni o'ldirish men uchun uncha katta muammo tug'dirmaydi. Shunchaki kravatni qo'yib, portlab tashlasangiz bo'ladi. Xo'p, mayli do'stlar, mavzudan chalg'iymiz-a, bizning mavzumuz Warden, Ender Dragon emas. Xo'p, do'stlar, Warden o'zi aslida ko'r hisoblanadi. U Warden shunchalik ko'rki, yo'q, unchalik ko'r emas. U axir mana bu qizdan ko'ra yaxshiroq ko'radi. Bu qiz do'stlar menimcha hammani yoshligini barbod qilgan bo'lsa kerak. Agar shunday bo'lsa, videoga like bosib, kommentariyaga yozib ketinglar bolalar. Mana shu qizni nima deb so'kkan bo'lardinglar. Do'stlar, demak, endi esa chalg'imiz mavzuga qaytamiz. Xo'p, lekin Warden ko'r bo'lishiga qaramasdan u juda ham yaxshi eshitadi, hattoki mana shalpon quloq boladan ham. Warden bizning har bir harakatimiz, har bir qilgan ishimizni juda ham yaxshi eshitadi, chunki uni aytganimdek qulog'i lakatir. Xo'p, do'stlar, keyin yana nima deb ma'lumot bersak bo'ladi bu buqa haqida. Xo'p, o'zi aslida Warden u juda ham kuchli. Bo'ldi. Xo'p, mayli, bola hazil yig'ishtirib qo'yamiz. Warden haqidagi menimcha tarix bugun tugadi. Albatta kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying.